Malikadagi bitta okanani gapirib, siz Namozxon okanani, sizga emas Malikani, Toshkentning bolalarini gapirish sizga emas. Mujikman, babuinman deysiz, xo'p zalga chiqarkansiz. Zalga chiqsangizchi testosteroningiz вообще tushib ketdi. Mas shu narsani aytib qo'ying. U erkakchilikka yarashmaydi. Erkakman, mujikman deysiz. Instagramda ba'zi bir qizlarni ko'rib hayron qolaman. Lablari sun'iy, jag'i sun'iy, burnilari, nima deydi, kipriklarigacha sun'iy, botokslar qilishgan sun'iy qilib, tabiiy narsasi qolmagan, makiyajli gapirmasa ham bo'ladi. Mammalarigacha sun'iy qilib yuborishgan. Eng achinarlisi o'sha sun'iylar naturalni yaxshi qizlarga qanday qilib yashashni, qanday qilib erkaklardan narsa talab qilishni o'rgatib o'tirishadi. Undan ham achinarlisi o'sha hamma sun'iy bo'lgan qizlar qani haqiqiy erkaklar deb o'tirishadi. Achinarli bir kulgili fakt bor. Haqiqiy erkaklar o'sha naturalni qizlarning yonida yuradi. O'sha e'tibor qilsanglar, naturalni, tabiiy chiroyli qizlar jar solmaydi. Qani haqiqiy erkaklar u.